Assalomu alaykum, hurmatli aka-ukalar, aziz vatandoshlar. Mana inshaalloh navbatdagi darvozamiz ham o'rnatib bo'ldik. Bu darvozamiz Farg'ona viloyati Oltiariq tumani yoki o'rnatdik. Razmerlari va materiallar haqida sizlarga qisqacha ma'lumot beramiz. Razmerlari eniga 320, balandligi 310 razmerda bo'ldi. Xo'sh, bu darvozamiz shu soqqali fasolli darvozamiz, shu soqqa suva variantdagisi. Listlari ikkilik, qavat holatda bo'lgan. Xo'sh, bu darvozamiz stoyka holatlari 8/8 ikkilik stenada bo'lgan. O'sha taglari, mashina o'tadigan joylari 8 shvillerda bo'lgan. Xo'sh, darvozamiz yaqindan holatlari o'sha asosiy ko'tarib turgan profillari 6/4 1/5 stenada bo'lgan. Listlari ikkilik bo'lgan. O'sha chekkaga mana taroq qilib o'sha bir yangi tasvirlardan bosib chiqilgan. Zamoylari endi har doimgidek o'sha 5 talik zubr zamoy. Xo'sh, bu darvozamizni orqa ko'rinishi. Xo'sh, mana orqa tomonlari klientimiz o'sha tashqi zator qilib bering deganligi uchun hali buzilib qolish ehtimoli bor ekan deyishamiz. Tashqi zator qilib berdik, lekin u klient xohishiga qarab ichki zator, tashqi zator, bunday holatlar zamoylari egasini xohishiga qarab o'zgaradi. Xo'sh, chekkaga mana 3 tadan qozoqlargacha qoqilgan, bexijolat, xudo xolasa xizmat qiladigan darvozamiz. Orqa ko'rinishlari kraskasi xuddi shu holatda bo'ladi lekin. Xo'sh, bu darvozamiz kraskalarga kelib o'tadigan bo'lsak, Devo kraska, Mokr asfalt variantda bo'ldi. O'sha avtomobilning kraska deyilmaydi, Devo kraska nomi. Xo'sh, taglari gruntovkalar sepilgan. Xudo xolasa kraskalariga usti yopiq holatda bo'lsa, mana shunday holatda bo'ladigan bo'lsa, 3 yildan 5 yilgacha kafolat beriladi. Darvozani har doimgidek o'sha uyda egalari ham o'sha qarab turishiga bog'liq. Misol uchun yomg'ir tushib, chang o'rnab qoladigan holatlar bo'lsa, mana shu joylarda misol uchun chang turibdi. Ash holat muntazam chang to'planib, yomg'ir yoki boshqa holatda turadigan bo'lsa, bu holatda baribir zang chiqarish ehtimoli bor. Agarda yaxshilab qarab turiladigan bo'lsa, 3 yildan 5 yilgacha darvozalarimiz bexijolat kraskalari turadi. Xo'sh, bu darvozamizning narxiga kelib o'tadigan bo'lsak, bu darvozamiz 2 qavat holati 1,250 ming so'mdan olib kelib o'rnatib berdik. Agar bir qavatli variantda bo'ladigan bo'lsa, oldi ko'rinishi bir xil bo'ladi, faqatgina orqa tomonida farqi bo'ladi xolos shu. O'rtada gibkasi turgan joylar orqa tomonda kamtik bo'lib qoladi xolos. Shu holatda o'zining listidan olinadi. Lekin 2 qavat bo'ladigan bo'lsa, orqa holat tekis bo'ladi. Shunda 1 metr kvadrat 150 mingdan 2 qavatlisi bo'ladi, bir qavatlisi 1 milliondan 1 million 150 minggacha o'ynaveradi, materiallarga qarab o'ynaydi. Xo'sh, bu darvozamizni zakaz qiladigan bo'lsangiz 23 kun biror mobaynida olib borib o'rnatib beramiz. Ekrandagi nomerlarga telefon qilsangiz ma'lumotlar va batafsil berib o'tamiz. Bizda 200 xildan o'sha fasollarimiz bor. Telefon qilsangiz o'sha Telegram, WhatsApp, imo orqali tashlab beramiz. Ma'qul kelgan aytsangiz narxlarni chiqarib beraveramiz. O'zbekiston bo'ylab dastavka, ustanovka mavjud. Vodiy va Toshkent bo'ylab shu narx ichida bo'ladi. Voha tomonlarga dastavkasiga ozgina qo'shilib qolishi mumkin. Lekin Vodiy va Toshkent bo'ylab shu narx ichida olib borib o'rnatib beramiz. Ekrandagi nomerlarga telefon qilaverasizlar. Ma'lumotlar berib o'tamiz. Kanalda yangi bo'lganlar o'ng tomonda qizil podpisatsiya tugmasini bosib qo'yishni unutmaysizlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.